Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga tvorogli pechoni pishiramiz. 400 gramm unni elakdan o'tkazib solib, razrihritel va vanil shakar solinadi. Masala bilan unni uqalab olib, mayin bo'lguncha massaga keltirib olib, ustiga 200 gramm qatiq va 100 gramm shakar solib, yumshoq plastilinga o'xshagan xamir tayyorlab olinadi. Va yarim soatga paket salafanga solib tindirib qo'yamiz. Tinguncha biz nachinka tayyorlaymiz. 400 gramm tvorog, suz tvorog, quruq tvorogni solib, vanil shakar solib aralashtiriladi. Keyin nachinkamiz tayyor. Tingan xamirni olib, yupqa qo'yib yoyiladi. 30 ga 40 santimetrda to'rtburchak shaklda yoyib olib, teng ikkiga o'rtasidan bo'lib olinadi. Va tvorogni ham 4 ga bo'lib, bir qismidan xamir chetiga joylashtirib olamiz va so'ng o'rab, vilka uzini ustiga qo'yib chiqamiz va tuxum surtilib olinadi. Keyin so'ng uni har bir uzunchoq xamirni 10 ta bo'lakka bo'lib, patnisga joylashtirib olamiz hammasini. Общий 40 ta tvorojnikcha chiqadi. 100 gaz pechiga 180 gradusda 30 daqiqada pishirib olamiz. Tvorojniklarimiz tayyor. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xudo xohlasa yangi yilda zo'r retseptlarni siz bilan bo'lishaman. Hammaga xayr.